Siz buni bilarmidingiz? Fotiha surasi shifobaxshligini Ibn Qayyum tajribada sinab ko'rgan. U kishi shunday hikoya qiladi: Makkada yashagan chog'imda kasal bo'lib qoldim. U yerda na tabib, na bir dori topa oldim. Shunda o'zimni Fotiha surasi bilan davoladim. Uning ajoyib ta'siri borligiga amin bo'ldim. Ozroq zamzam suvidan olib unga Fotihani o'qib ichdim. Natijada darddan butunlay xalos bo'ldim. Shundan so'ng juda ko'p kasalliklarni Fotiha surasi bilan davoladim. Bundan judayam ko'p foyda topdim. Kimdir kasallikdan shikoyat qilib kelsa, unga Fotiha bilan dam solishni tavsiya qilardim. Bemor tezda sog'ayib ketardi. Demak, Fotiha surasi nafaqat Qur'onning onasi, balki u shifolar manbai hamdir. Keling, bugundan sinab ko'ramiz. Biron joyimiz og'risa, darrov dori ichmasdan shu kichkina amalni qilib ko'raylik. Kimda o'xshasa, kommentga yozib ketamiz. Rahmat hammaga. Demak, bu hadisga ko'ra hasharot chaqqan odamga Fotiha surasini o'qish davo bo'lgan. Qiroat unga dori o'rniga o'tgan. Balki dam solish bilan topgan shifoni dori-darmon bilan topa olmasdi.